sotiga atigi 7000 AQSh dollar belgilanayotgan noturar joyimizni sotuvga qo'yilyapti o'rtoqlar. G'azalkent, Bo'stonliq tumani, markaziy MFI, Konchilik ko'chasi, Dumaloq Karzinkadan atigi 500 metr masofada joylashgan 42 sotuv maydonga ega joyimizni sizlarning e'tiboringizga havola etamiz. Ishlab chiqarish yoki har xil turdagi tijorat qilaman degan akalarimiz uchun juda ham mos keladigan obyektimiz. Fasadlari ham keng, uglovoy tushgan, yangi trassa tushish imkoniyatiga ega o'rtoqlar, eng likvidniy joyda joylashgan. Bu yoq taraf platinadan kevurish o'rtoqlar, ikkinchi darajali yo'limizni, ya'ni Karzinkaga chiqib ketaverish, betonkaga chiqib ketaverish qismi hisoblanadi. Пересечение улиц. Ikkita darvozasiga ega, kommunikatsiyalardan muammosi yo'q. Hattoki kanalizatsiyalari ham полностью подключение qilingan. Umumiy narxi atiga 295 ming AQSh dollari belgilandi. Yana undan tashqari 551 kvadratga ega. O'zini imoratlari ham mavjud, dokumentlari noturar joyga chiqarilgan.